Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz C++ dasturlash tili. Darsning maqsadlari. Ta'limiy maqsadi C++ tilining asosiy tushunchalarini tushuntirish. Tarbiyaviy maqsadimiz intizom, aniqlikni shakllantirish, rivojlantiruvchi algoritmik fikrlashni rivojlantirish. Mavzuni tushuntirish uchun metodlarni keltirib o'tamiz. Tushuncha orqali o'rgatish. Teoretik metod. C++ning asosiy tushunchalarini oddiy tushunarli til bilan tushuntirish. Misol uchun C++ nima? Uning afzalliklari, sintaksning asoslari, masalan, include, main funksiyalari, shunga o'xshash boshqa tushunchalar, ma'lumot turlari, o'zgaruvchilar, operatorlar va sikllar. Ikkinchi metodimiz amaliy metod. Kod yozish orqali o'rganish. O'quvchilarga kichik kod yozdirish. Misol uchun, har bir mavzudan keyin amaliy topshiriqlar. Kodni yozib, natijani tushuntirish. Misol, oddiy kalkulyator tuzish, toq va juft sonlarni aniqlovchi dastur tuzish. Keyingi metodimiz qiyosiy metod. C++ boshqa tillar bilan solishtiring. Agar o'quvchilar boshqa til haqida ma'lumotga ega bo'lsa, masalan, Python tili bilan solishda farqni ko'rsatib berishimiz mumkin. Bu qiyosiy metod. Interaktiv metod, savol-javob, muhokama metodi. Har bir mavzu oxirida test savollari yoki mini viktorina. Kodni o'zgartiring, natijani oldindan aytib topshiriqlari. Savol. Berilgan savolning natijasi nima bo'lishini topishimiz kerak. Kodni tahlil qilish metodi. O'quvchilarning yozgan kodini birgalikda o'rganish, nima noto'g'ri va nima yaxshi bajarilganini tahlil qilish, xatolarni to'g'rilash. C++ haqida umumiy ma'lumot. Yuqori darajadagi kompilyatsiyalanuvchi dasturlash tili. Bionus Strasser tomonidan 1980-yillarda yaratilgan. C++ tiliga asoslangan, lekin undan kuchliroq. C++ afzalliklari. Yuqori unumdorlik, turli dasturlash paradigmalarini qo'llab-quvvatlash, keng jamoa xonalar, obyektga yo'naltirilgan dasturlashni qo'llab-quvvatlaydi. C++ning qo'llanish sohalari: operatsion tizimlar, kompyuter o'yinlari, moliyaviy tizimlar, ilmiy hisob-kitoblar, robototexnika va uyot qurilmalari. C++ dasturining tuzilishi. Oddiy misolimiz C++ dasturida keltirilgan. Va C++ ning boyagi misolimizning operatorlari. Cout chiqarish operatori, sin kiritish operatori, endl yangi satrga o'tish, nuqta virgul, har bir buyruq oxirida nuqta virgul qo'yiladi. Va amaliy misollarni keltirishimiz mumkin. Quyidagi misolimizda yoshingizni kiritishni so'raydi va yoshga qarab siz necha yoshda ekanligingizni chiqarib berasiz. Savollar va muhokamalash. Main funksiyasi nima vazifani bajaradi? Cin va cout o'rtasidagi farq nima? Misoldagi xatoni topishimiz kerak. Yangi mavzu yuzasidan yangi ma'lumotlarni o'qib kelish. Xulosa, C++ kuchli va tez dasturlash tili. Dastur tuzilmasi va input va output ko'rib chiqildi. O'rganishni dastur davom ettirish mumkin. Oddiy qilib aytganda, hozirgi zamonaviy dasturlash tillarining ko'pchiligi asos bo'lgan C++ dasturlashi haqiqatdan dasturlashni boshlashga va keyinchalik rivojlantirish uchun juda ham kerakli bo'lgan dasturlash tili hisoblanadi.